Assalomu alaykum. Sizlar bilan keyingi gaplashadigan mavzumiz 4-zamonimiz. Ya'ni past continuous, past o'tgan, continuous davomli. O'tgan davomli zamon. Buning bitta qoidasi bor. O'tgan zamonda ma'lum bir vaqt oralig'ida bajarilayotgan ishlarni tushunishadi va tarjimasi ayotgan degan tarjima beradi. Present simple hozirgi o'tgan zamonda, present continuous hozirgi davomli zamon edi. Past simple o'tgan oddiy zamon edi, past continuous o'tgan davomli zamon. Ya'ni o'tgan zamonda biror ish harakat qilyapsiz. Men kecha qilayotgan edim. Kecha nima qilyapsiz ertalab? Kecha ertalab nonushta qabul qilayotgan edim. Kecha ertalab ishlayotgan edim. Kecha soat 12 da biz o'qiyotgan edik. Kecha ular kechqurun futbol o'ynayotgan edi. Ayotgan degan tarjima edi. O'tgan zamonda biror ish harakat qilyapsiz. Qildingiz emas, qilyapsiz. O'tgan zamonda davom etyapti. Men boya video dars olayotgan edim. Men boya doskaga yozayotgan edim. Men kecha ertalab yoki nima desak bo'ladi, nonushta qabul qilib maktabga borayotgan edim. O'tgan zamonda davom etayotgan. Past simple o'tgan zamonda sodir bo'lgan, past continuous o'tgan zamonda sodir bo'layotgan, davom etayotgan ish harakat bo'lishi kerak. Darak shakli eslaringizda bo'lsa, sizga men was bilan wordni mana tushuntirgan. Ya'ni am is are to be ning o'tgan zamon shakli. I am student bo'lsa, men hozir studentman. I was student bo'lsa, men student edim degan tarjimani beradi. Bu was bor am is are ning o'tgan zamon shakli hisoblanadi. That's good. Bundan xuddi shunday egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri was bor yordamchi fe'l keladi, continuous bo'lganligi sababli hammasiga fe'l ing qo'shiladi va tarjimasi ayotgan edi degan tarjima beradi. Misol uchun yozaylik. I ga, he ga, she ga va itga to'g'ridan-to'g'ri was ishlatiladi va fe'lga ing bo'ladi. Ko'plikka we ga, you ga va senga nisbatan doimo were ishlatiladi, bo'lgan fe'l ing. Men kecha uxlayotgan edim. I was sleeping yesterday. Keldi, was keldi, fe'l keldi, fe'lga ing keldi. Uxlayotgan edim. Tarjimasi xuddi shunday bo'ladi. Yoki he was studying. U o'qiyotgan edi. Yoki we were reading, we were listening. Biz tinglayotgan edik. Yoki she was working. U ishlayotgan edi. Nega kelyapti? Hammasiga was bo'lib kelib, oxiriga fe'l ing keladi. Inkor shakli doimo bir xil formula. O'sha not qo'shiladi xolos. Hammasiga not qo'shiladi. Ya'ni mayotgan edi degan tarjima. Men uxlamayotgan edim, kecha. I was not sleeping. Uxlamayotgan edim. U o'ynamayotgan edi. He was not playing. U o'ynamayotgan edi. Yoki biz ishlamayotgan edik. We were not working. Biz ishlamayotgan edik. Yoki u tinglamayotgan edi. She was not writing dedik. Men yozmayotgan edim desa. She was not writing. Ega kelyapti, was were keldi, not qo'shilyapti, fe'l hamma fe'lga oxiriga ing va tarjimasi mayotgan edi. Men kecha uxlamayotgan edim, ishlamayotgan edim, bormayotgan edim, yo'q, saqlamayotgan edim. So'roq shakli bilan pastda, ya'ni was were igna oldiga ishora qilyapsiz va ayotgan edim, kecha uxlayotganmidingiz, kecha ishlayotganmidingiz, kecha ular o'ynayotganmi degan tarjimani beradi. Bularga was were birinchi qo'yamiz. Was he speaking? U gapirayotgan edimi? Yoki was she reading? U o'qiyotgan edimi? Reading o'qiyotgan, kitob o'qiyotgan edimi? Yoki were they studying? Ular dars qilayotganmidi? Ular o'qiyotganmidi? Yoki were you sleeping? Sen uxlayotganmiding? Kechasi otasi kelib uxlayotganmidingiz jinni kechasi? Were you sleeping? Zamonimiz o'tadigan zamon shu. Egadan keyin agar past simple bo'lsa, egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri fe'l bir ishlatiladi. Past continuous bo'ladigan bo'lsa, egadan keyin was were fe'l ing bo'ladi. Sizdan chiqarmang doimo. Endi buni rasmga olasiz, to'xtatib turib. Oldingizga ko'tarib, endi buni ko'taramiz. Endi qarang. Present simple da I work bo'ladi. Men ishlayman bo'ladi. Present continuous da I am working bo'ladi. Tarjimasi men ishlayapman degani. Past simple da I worked bo'ladi. Men ishladim bo'ladi. Past continuous da men ishlayotgan edim bo'lsa, I was working. Xuddi mana shu zamonda present simple ga 40 ta gap yozingdagi 40 ta gapni mana shu hammasini o'zgartirishgan jami 44 ga bo'lsa 160 ta gap bo'ladi. И o'zingizda chokki footprint, ya'ni esdan chiqmaydigan memorize
so'zlar mana shu. Past simple'ga tegishli kala so'zlar past continuous'ga ham 100% tegishli bo'ladi. Mana shu.